Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va matematika fani ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan ikkinchi darsimizni boshlay olamiz, Xudo xolasa. Demak, bugun juft va tog' sonlar, tub va o'zaro tub sonlar, murakkab sonlar hamda matematika amallarini o'rganamiz. Oldimizga qoida daftar va ruchkani olib olamiz. Men yozgan narsalarni yozib o'rganadigan bo'lsak, xotiramizda chuqur qoladi. Xo'p, juft sonlar deb 2 ga bo'linadigan natural sonlarga aytiladi. 2 ga bo'linadigan natural sonlarga aytiladi. Endi xo'sh, bu sonlarga 0, 2, 4, 6, 8 qo'shib ketaveramiz. 10, 12, 14 cheki yo'q. Demak, plyus cheksizlik deymiz. Xo'p, endi mana bunda 0 ni kiritdim. Aslida bu 0 natural son emas. Lekin 0 2 ga bo'linganligi uchun ham biz 0 ni juft son deymiz. 0 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsa 0 bo'ladi. Xo'sh, keyingisi tog' sonlar deb nimaga aytamiz? Tog' sonlar deb 2 ga bo'linmaydigan yoki 2 ga bo'linganda qoladigan sonlarga aytamiz. 2 ga bo'linmaydigan natural sonlarga aytiladi. Eng kichik tog' sonimiz bu 1 hisoblanadi. Chunki 1 2 ga bo'linmaydi, qoladi. Xo'p. Keyingisi 3, 2 qo'shib ketaveramiz. 5, 7, 9, 11, 13, 15 cheki yo'q buni ham. Demak, oxiri plyus cheksiz bilan tugaydi. Keyingisi tub sonlar. Tub sonlar deb o'ziga va birga bo'linadigan natural sonlarga aytamiz. Xo'p, tub sonlar. Demak, mana 2 eng kichik juft tub son bu 2 ga teng. Chunki 2 1 ga va o'ziga bo'linadi. Keyingi tub sonimiz 3. Chunki 1 va o'ziga bo'linadi. 4 ta ola olamanmi? Yo'q. Chunki bu 1 ga, 2 ga, 4 ga. Demak, 1 va o'ziga bo'linadi, lekin 2 ga ham bo'linib qoladi. Shuning uchun ham 4 bu tub son emas. Keyingisi 5. Chunki 1 va o'ziga bo'linadi. 6 ni ola olmayman. 7 1 va o'ziga bo'linadi. Tushunarli, buni ham cheki yo'q. Oxiri plyus cheksizlik bilan tugaydi. Keyingisi o'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlar deb hop, birdan boshqa bo'luvchisi, shu o'rinda aytib o'tishim kerak, birdan boshqa umumiy bo'luvchisi mavjud bo'lmagan sonlarga aytiladi. Bular mana qarasizlar. Xo'p, 5 va 7 oladigan bo'lsa, bular o'zaro tub sonlar. Chunki 5 ga ham 7 ga ham bo'linadigan son faqat 1. Hop, keyingisi masalan 9 va 13 ni oladigan bo'lsa, bunda ham demak umumiy bo'luvchisi faqat 1.
Sizlar aytishlaringiz mumkin, 9 3 ga bo'linadi. Lekin 13 3 ga bo'linmaydi. Faqat umumiy bo'luvchisi 1 bo'lgan sonlar o'zaro tub sonlar deyiladi. 3, 5, 11. Mana bular ham o'zaro tub sonlar bo'ladi. Chunki faqatgina ularning bo'luvchisi faqat 1. Boshqa bo'luvchisi yo'q. Tushunarli? Xo'p, murakkab sonlar deb nimaga aytamiz? Murakkab sonlar deb 1 va o'zidan boshqa bo'luvchisi mavjud bo'lgan sonlarga aytamiz. Mavjud bo'lgan sonlar. Xo'p, eng kichik murakkab son bu 4. Chunki bu 1 ga bo'linadi. Xo'p, 4 ga bo'linadi. Mana 1 va o'zidan boshqa bo'luvchisi bor. 2 ga bo'linadi. Ya'ni ikkitadan ortiq bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar murakkab sonlar deyiladi. Demak, keyingisi mana 6. Bu 1 ga, 2 ga, 3 ga va 6 ga bo'linadi. Tushunarli? Xo'p, murakkab son sifatida ikkini ola olmaymiz. Chunki faqatgina bu 1 va o'ziga bo'linadi. Qoidada 1 va o'zidan boshqa bo'luvchisi mavjud bo'lgan sonlarga murakkab sonlar deyiladi. 25 murakkab son va oxirgisi bu matematika amallar. Matematikada matematik amallar, demak, 4 ta bular: qo'shuv, ayruv, ko'paytiruv hamda bo'luv. Xo'p, mana bu ko'paytiruvni biz nuqtacha deb yozsak bo'ladi. Masalan, 3 ko'paytiruv 4 ni bilasizlar, bu 12 ga teng. Lekin biz 3 ko'paytiruv, ya'ni nuqtacha barobar 12 deb yozsak bo'ladi.